Payg'ambar alayhissalom aytdilar, kim bomdod namozidan keyin quyosh chiqquncha o'sha joyda o'tirib Allohni zikr qilsa va quyosh chiqarsa, unga nima, qanaqa savob? Bitta haj, bitta umrani savobi yozib qo'yiladi. Mana biznesmen qanaqa bo'ladi? To'g'ri, undan haj umra soqit bo'lmaydi, lekin savobini qo'lga kiritib ketadi. Toki qodir buguncha shuni bajarsa bo'ladi demoqchimiz. Har kuni umrani, hajji savobini olib ketsa bo'ladi. Bomdod 2 rakat sunnati dunyodagi hamma narsadan afzal. Quyosh nuri tekkan narsadan afzal. Biz hech o'yimizga emas, butun dunyoga quyosh tegadi. O'shani egasi bo'lishingdan afzal bu 2 rakat namoz deyaptilar. Sunnati, farzi qo'yavering. Farzi jamoatdagisini qo'yavering endi. O'shanga jamoatni lozim tutaylik.